sahri yo'q qiladi. Tarvuz so'ydim. Tarvuz haqida nima deysiz? Buni hozir kesib ko'rsa bo'ladimi? Bo'ladi. Mana qarang. Bu tarvuzni birisi mana bu oq tarafi bor. Xo'p. Bu silitri bo'ladi. Faqat chillada pishgan tarvuz bo'lishi kerak-da. Mana shunday olib tashaladida mana shu joyini olinadi. Mana shu oq joyini olib, mana shu oq joyini yig'ib turib, anaqa kofe molkami nimagadir solinadi, so'kinib chiqariladi. Xo'p. Sahri yo'q qiladi. Rostdan. Chunki silitri bor bu. Silitr sahri nimaga sepishadi? Tez pishirib chiqarib beradi. Hamma glukozani tarvuzga chiqarib beradi, o'zi sahri qoldirmaydi. Buni sahrga qo'ydi. Ba'zini so'kinib ichib turish kerak. Kuniga 100 gram ichsa sahrda tuzalib ketadi. Chunki yoshligimizda shu tarvuzni po'choq bilan yegan deshardi. Nimaga unaqa do'stlar sahr bo'lmasa? Eski ota-bobolarimizdan qolgan narsa bilib qo'ysin. Rahmat aka.